Ko'p savollardan bittasi qanaqa yosh ko'rinasiz degan savollardan bittasi va qachon konsert dasturingiz bo'ladi deb so'rashyapti. Kim biladi, oxirgi konsertim nechinchi yil bo'lgan? 2019 emas, 19 emasdi. qachon edi? Yaqinsiz. 2013-yil oxirgi konsertim bo'lgan. Juda ham qadrlanamiz. Bu 10 yildan oshiq, mana qarang. Shuning uchun albatta tayyorgarlik boshlangan. Mana nima desam bo'ladi? Konsert qo'yishni shunchaki konsert qo'yish, reklama bo'lish yoki xalq bilan shunchaki muxlislarga shunchaki sahnaga chiqish deb qaramayman-da. Yaxshi dastur bo'lishini kutaman, to'g'risi. Qo'shiqlarim hammasi zo'r bo'lishi kerak. Dolzarb mavzular bo'lishi kerak. Ona to'g'risida mana xudo xolasiga yaxshi qo'shiqimiz yaraldi. Bundan tashqari ham to'g'ri eski qo'shiqlarimiz ham qo'shiladi, lekin baribir yangi kutadi. Muxlislarimiz yangi qo'shiq kutadi. Ancha qo'shiqlarim yig'ilib qoldi, lekin smak bo'lgandan keyin albatta e'lon qilaman. Mendan erka ekan, sevgiga ishi tushmagan.